Agar uyingizda tozalovchi sredstvolar qolmagan bo'lsa, olishga imkoningiz bo'lmasa, men sizga uyingizda bor mahsulotlardan butun chirklanish ilib tushiradigan usulini o'rgataman. Bitta butun qirsovonni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Iloji bo'lsa jigaringdan foydalaninglar, chunki unda yog' ko'proq bo'ladi. Ketidan iste'mol sodasi, tuz, idishadigan gel va 70% uksus solib, bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Menda oddiy uksus qolmagani uchun o'zimiz tayyorlagan olmali uksusdan sovurdim. Olovni baland qilib yoqib, hamma chirik idishlarni, qozonlarni, nima chirik idish bo'lsa, hammasini sovuramiz. Idishlarni ushlaydigan joyi plastmassadan bo'lsa, atyorkada yechib olib qo'yasizlar. Cho'g'imni qaynatib bo'lganingizdan keyin ichini yaxshilab yuvib tashlaylik, bo'lmasam suv solsanglar qaynab ko'pirib chiqaveradi. Podval tozalaganimizda bu davrlarda qirg'ich ham chiqadi, uni ham sovurdim. Hamma idishlaringlarni solganingizdan keyin kamida 2 soat qaynatasizlar. Birinchi yengil chirklan solib, oxirida qozonni sovursanglar, bir-biriga aralashib ranglari xarob bo'lib ketmaydi. 2 soatdan keyin oddiy kubkada artib olsanglar, hamma chirklari shilinib, yaraqlab chiqadi. Hech qanaqa qiyinchiliksiz yuvib tozalab olasizlar. Shularni shunchalik chirk qilib tutish mumkinmi deb birpasda aqllilik qilmanglar, iltimos. Sizlarga ishonchli video tayyorlash uchun ataylab shunaqa chirk bo'lishini kutdik. Undan ko'ra ham ishlab ham ro'zg'or tebratadigan tanish ayollarga jo'natib qo'yinglar. Poslisini ko'rishga tayyormisizlar? Ko'rib turganingizdek oynadek yaraqlab, oy bilan gul bo'ldi. Menga obuna bo'lsangiz, bundan ham foydali videolarimni ko'rib borasiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, mehringizni olib yuragimga bosib qo'ysangiz xursand bo'laman.